Aylanmadagi foizlardan ekonom qilish, bank tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, moshinniklardan himoya. Nima uchun men aynan shunaqa bloklarni yurg'izishni boshlaganman? Chunki o'zim ham tadbirkorman. Nimagaki kartada ko'p aylanma qilaman, kartamdagi pullar xavfsizligini o'ylaydigan odamman. Hozirda Xitoy tovar Chinoz brendi asoschisiman. Instagramda bizani 116 mingta auditoriya kuzatadi. Bu auditoriya 5 oyda kirib kelgan auditoriya. YouTube'da bo'lsa 12 kunning ichida 33 mingta auditoriya kirib keldi. Telegramimizda bo'lsa 3 mingta auditoriya. Eng qizig'i bu auditoriya hammasi jonli obunachilar. Ishonish qiyin bo'lgan tomoni nimada? Bu biznesda bizda uyda o'tirgan holda 150 ming so'm bilan boshlab, hozirgi vaqtda oyiga 50-60 million oborot qilyapmiz. Bu Instagram, YouTube, Telegram orqali, undan tashqari uzun marketda savdo qilish orqali mana shu natijaga chiqdik. Juda ko'pchilik so'radi, qanaqa bu natijaga chiqdinglar deb. Chunki bir xil ishonmadi ham. Onlayn savdo bilan bunaqa pul topib bo'lmaydi, bunaqa oborotga chiqib bo'lmaydi. Odamlar ishonmaydi onlayn savdoga deganlar ham bo'ldi. Aynan mana shu uzun marketda savdo qilish, Instagram orqali savdoni ko'tarish, mana shu ma'lumotlarni berib bormoqchiman. Ayniqsa onlayn do'koni borlar uchun bu zo'r go'shtli ma'lumotlar bo'ladi. Obuna bo'lib kuzatib boringlar, yaxshi ma'lumotlarni berib boraman.